Va nihoyat yetib keldim. Piyoda yurish juda ham qiyin-da o'zi. Narigi qishloqdan bu qishloqqa narigi qishloqqa odam charchab ketadi. Boru hozir bir ikkita ishlar bor, o'sha ishlar sira hal qilib turib bu qishloqdan o'zi ketib borishim kerak. Voy yetel, qalaysan, yaxshimisan, jigar voy yetel. Hoy, menga qara, karmisan? Jo'qa, qaraysan, ishlar yaxshimi? Bo'ladi. Mana bu brat kim tashab ketdi? Qaysi bratni? Mana suyak yotibdi, ko'rmayapsanmi? Bilaman kim tashab ketganini. Kim tashab ketdi? Aytmayman. Jinnimisan, nima aytmaysan? Aytgin. Qarochi, aytishim uchun sen menga aytganimni qilishing kerak. Nima deganing bu? Qanaqa aytganingni qilishim kerak? Qarochi, bitta ish buyuraman, qilib bersang, aytaman kim tashab ketganini. Aytma, undan ko'ra men senga bitta ish qarochi aytishing uchun buni qiladigan bo'lsam, men kerak emas bunaqa aytganing. Men ketdim qarochi. O'zing bilasan, seni uyning orqasiga tashab ketgan nimadir problema bo'lsa, keyin o'zing ko'r-da. Bu qanaqa ish aytchi? Qarochi, polizimni yig'ishtirib, uyimni senga kattaroq qilib bersang, men senga qarochi aytaman. Qaysi uy seniki? Mana meni orqamdagi. Manami? Ha, o'sha. Onasi hamsa, mayli, hozir ishlarim bor, qilib olay. Mayli, bo'pti, kutaman. Bo'pti. Lekin kim tashab ketdi ekan? Shu problemalar yetmay turadi. Hozir mayli borib, qarochi uni uydagi narsalar hal qilib o'rayin, uyini kattalashtirib, keyin polizimni ham yig'ishtirib ber dedi. Polizimni ham yig'ishtirib berish kerak. Yaramas yetel boru. Bitta shuni aytish shunchalik qiyinmi? Shuni aytsa bo'ladi-ku. Qarochi mana shuni shu kishi shunaqa qilib ketdi yoki shunaqa bo'ldi deb aytsa bo'ladi-ku. Mana uyiga boryapti. Mana shu sanikimi? Ha, chap tomondagisi. Bo'pti, hozir yest qilamiz. Qanay katta, yer hali pola, tosh emas poli. Mayli, hozir mana yoqdan tosh yig'ishtirib kelayin daraxt bilan. Iloji yo'q, endi bir aytishini kutib aytmasa bo'lmaydi. Kimligini bilishim kerak-ku axir. Kim bunaqa ahvolga solib ketganini bilmasam, kimdir menga balki yomonlik istab suyak tashab ketgandir, odam suyagini. Balki meni keyin kimdir qotil deb o'ylar. Qarochi, hozir toshlarni ko'proqdan yig'ishtirib olsam, bo'ladi, menimcha yetsa kerak. Yetmasligi ham mumkin, chunki polni o'zi yer blok ekan. U yer blok toshga aylantirish kerak. Yana 3 blok katta, yo 3 blok emas, 4 blok, balki undan ham ko'proq. Qarochi, kattaroq qilib ber degan-ku. Ozgina kattalashtiramiz. Unaqa katta uyqu bermayman, chunki katta uyqu berish uchun juda ham ko'p vaqt ishlashimga to'g'ri keladi. Juda ham ko'p vaqt ishlash uchun meni vaqtim yo'q. O'zi bir rovga kelganman. Shunda qaytib ketaman. Siraz poliz ekinlarni yig'ishtirib qaytib ketishga kelganman. Lekin bularni bunaqangi xarakterini deb biror narsaga ulgura olmayapman. Yaramas yetellar. 17 ta yetsa kerak. Yetmasa ham yaqin u borib olib kelaman. Past tomondan kattalashtiraymikan yo tepa tomondan kattalashtiraymikan? Hozir yer blok kerak menga, bir qarochi ashuncha. Xo'p, nimaga yer blok kerakligini hozir ko'rsatamaslar, qaranglar. Men bu yerni kattalashtiraman bu yerga. Tagiga ochiq joy qoldirganman, qaranglar. 2 ta, 3 ta, 4 ta, mana. Gul menga nima kerak? Yo'qol uzoq qo'ydi. Xo'p, ana endi 2 ta qopti, mayli 2 tani shu yerdan qo'yib yuboraman. Tosh qo'yib chiqish kerak men bu yerga bunaqa qilib. Mana. Xo'p, mana va mana. Endi uyning ichidan mana bu yer bloklarini olib tashlab, o'rniga tosh qo'yib chiqish kerak. Mana yerda yer tagida bitta ochiq joy ham bor, buni qaranglar. Shuni yopib qo'ysa bo'ladi-ku. Qiyin ish emas-ku, shuni yopmagan ahmoq yetel. Bo'ldi, cho'tga. Endi mana bu yerni buzib tashlash kerak. Derazani ham sindirib tashlayman. Iloji yo'q, kattalashtirish uchun joy kattaroq bo'lishi kerak. Mana bu tomondagi daraxtlarni ham olib tashlash kerak. Xo'p, tepa qism daraxtdan o'zi tashkil topgan ekan. Daraxt mana bu tomonni sindiraman. Sababini esa hozir ko'rasizlar. Mana. Kim qildi ekan? Juda ham qiziqib ketyapman. Balki janob mer janob mer qayerdan unaqa qilib ketadi? Janob mer unaqa qilsa menga aytadi-yu, "Yo'q, hamma shunaqa qilyapman, senga qarochi tayyor tur. Qo'rqma faqat" deb aytadi. Unaqa deganini hali ko'rganim yo'q. Balki keyinchalik aytmoqchi bo'lgandir janob mer. Xullas, aniqlashtirish kerak. Daraxt tugab qoldi-ku, mayli, uni yarmini taxtaga aylantirsam ham yetsa kerak. Xo'p, mana. Mana. Bu tomonga bekor qo'yib yubordim, chunki daraxt qo'yiladigan joy bu yer. Hop, taxta qo'yadigan joy emas, daraxt qo'yadigan joy. Mana yerda 5 ta daraxt bor, uni ham qo'shib qo'yaydi. Xo'sh, bu yerga mana bu yerdan eshikni ramkasi tushadi. O'shaning uchun bu yerda bunaqa qilib yuboramiz. Bu yerda qanaqasiga
ustini daraxt qilib yuborsam bo'ladi. Chunki mana bunaqa qilib turib, bu yerga bitta, bu yerga yana 6 ta ketar ekan. 6 ta yaxshi. Mana bu tomonni bunaqa qilamiz. Bo'ldi, o'zi kakras shu yerga yetadigancha ekan. Xo'sh, ichkaridagi mana ortiqcha bloklarni olib tashlasam ham bo'ladi. Endi buni shunchaki tag qismiga qo'yib qo'ygandim, ya'ni to'g'ri qo'yish uchun. Ya'ni daraxt tagiga nimadir qo'ymasa tepa tomonga qarab chiroyli bo'lib chiqmaydi. Bu yerda endi deraza problema bo'ladi. Deraza qanday qilaman? Mayli, hozir taxtadan verstaga yasab olayin. Uyning ichiga bitta verstaga ham solib qo'yish kerak axir. Keyin hosilni ham yig'ishtirib berishim kerak. Hosilni yig'ishtirish uchun sandiq kerak. Hozir sandiq yasar ekanman, o'ylab qarasam, sandiq yasab berib qo'yak. Borib daraxt olib kelay yana bir ikkita, keyin короче narsa yasayman. Ya'ni nima yasamoqchi edim? Deraza yasamoqchi edim. Короче yog'ochdan deraza yasasam ochilib yopiladi. Bemalol mazza qilib toza havoni ham kirgizishim mumkin uyga, atrof muhitni kuzatish ham mumkin. Ikkitasi birda bo'ladi. Lekin bu takoy katta uy bo'ldi. Ichida bemalol uxlasa bo'ladi, lekin buni kravati yo'q, ichida hech narsasi yo'q. Bu qanday yashayapti bu yerda bilmasam. Hammasini shunday aylantirib yuboramiz. Mana bu yerga bunaqa qilsak, ikkita takoy deraza berar ekan. Bittasini shu yerga qo'ysak, mana bunaqa turadi. Ikkinchisini mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Orqa tomonni kuzatib o'tiradi bemalol mana takoy. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqani. Bu mana buni ham shunaqa qilib o'rish kerak. Chunki bir xil bo'lgani yaxshi. Yani ikkita beradi bizga. Ikkitadan bittasini bu yerga, bittasini mana bu yerga qo'ysam, menimcha bir xil bo'lib qoladi. Bir xil bo'lgani yaxshi, to'g'ri-ya. Mana va mana bu tomondagi oynani sindirib yuboramiz, o'rniga buni qo'yamiz. Juda ham chiroyli bo'ldi. Endi polzni yig'ishtirish kerak. Kimligini aytarmikan, keyin tezroq aytsa yaxshi bo'lardi. Bilsam kimligini, yomon adabini berishi mumkin. Kim qilgan bo'lsa ham bor, asabimni yomon buzyapti. Chunki kelganimdan bu mening ko'zimga yomon ko'rindi. Juda ham qo'rqib ketishimga sal qoldi. Hatta qo'rqqanim yo'q, chunki bu yonboshlab yotgan biraton nimaga qo'rqitishi mumkin meni axir. Bitta kartoshka qoldi, ekmaymiz bu yerga, sabzi ekib yuboramiz. Xo'sh, bu tomoniga ham sabzilar ekamiz, bu tomonlariga ham sabzilar ekamiz. Takoy. Ajetel, nima gap? Sen nimaga buni polzini bunaqa qilib tozalayapsan? Uyimni orqasiga kimdir suyak tashab ketgan ekan. Buni kim tashab ketganini bilar ekan, aytaman deyapti, qilib bersang deyapti. Sen tentakmisan? Ha, nima? U suyakni o'zi tashab ketgan senga ish qildirish uchun. Seriozmi? Da, seriozda, ahmoqsan, ahmoq. Obbo, hozir ko'radiman-da. Hozir mana bu narsalarni uyiga qo'yib olay, mayli. Mehnat qilishga qildim, endi oxiriga chiqib qo'yay. Taka yaramas, hali shunaqami? Mendan ko'rasan hozir ahmoq. Qani edi shu? Voy, menga qara, nima sen o'zing suyak tashab ketding? Endi seni ishlatmoqchi edim-da. Sen hozir mendan ko'rasan, janob aytib beraman, tushundingmi? Iltimos aytma, men ham senga xizmatkorlik qilaman. Ani xizmatkorlik qilasanmi? Ha, qilaman. Unda uyimni hamma joyini top-toza qilib yuvib bersan, tushundingmi? Nimaga unaqa? Men senga uy qurib berdim, tushundingmi? Qilasan, bu janob aytaman. Bo'ldi, hozir qilaman. Boraveringizdan boraman. Bo'pti, aniq kel, lekin ko'rasan mendan.